Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Maqsudaxon opajon, o'zingiz bo'lasizmi? Ha, Salomatmisiz opajonim? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? yo'q, yaxshi, rahmat. Tashakkur, minnatdorman. Avvalambor tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan shodiyonalik ayyomlaringiz muborak bo'lsin opajon. Hop, rahmat. Tashakkur, minnatdorman. Sog'inchlardan yasay sizga guldasta qilib qalbim payvasta, olislardan turib deyman men asta, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya eng yaqin mehribon qadrli insonlaringiz nomlaridan hamda ijodiy jamoamiz nomidan sizni chin qalbimizdan muborakbod etib qolamiz opajon. Ha, rahmat. Ayni daqiqalarda opajon biz sizga quvonchli kun tabriklari loyihasidan qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Loyihamizga siz uchun eng samimiy bo'lgan, mehr va muhabbatga lim ma'lum bo'lgan tabriknomalar hamda dilnomalar yetib kelgan ekan. Opajon, siz nima deb o'ylaysiz? Sizni mana shunday o'zgacharoq uslubda, unutilmas tarzda tabriklashni xohlagan eng yaqin mehribon qadrli insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Kimni taxmin qilib ko'ramiz? Ukalarim, Arziysiz. Yana taxmin qilib ko'ring opajon. onam bo'lishi mumkin. Albatta opajon, o'zingiz ham ularning barchalarini siz uchun tabriknoma, dilnoma yo'llashlariga albatta arziysiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon bo'lgan onajoningiz, ukajonlaringiz, kelinlaringiz hamda umr yo'ldoshingiz nomlaridan keliningiz Hurliqo opajonimiz tomonidan yetib kelgan siz uchun eng samimiy tabriknomalar. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli opajon, sizni birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, tabriknomalarini e'tiboringizga havola etsam maylimi? Tashakkur, minnatdorman. Kelinjoningiz aytgan ekanlar. Assalomu alaykum. Biz uchun hamda men uchun, oilamiz uchun aziz va qadrli bo'lgan opajonim, sizni bugungi rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz, shukrona ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Sizga sog'lik, omonlik, bitmas, tuganmas baxt hamda omad ham tilab qolaman. Martabangiz